Bizdan zo'r kamerachi yo'q aka. Bizni studiyo hozir esingida bir bo'lib turibdi-yu. To'yini olib keldim jiyaningizni. Hechcha cho'zilib qoldi, endi xafa bo'lmaysizlar. Jicha emas, anchagina u bolali bo'ldi ukam o'zi. Yo, endi yaxshi ishga vaqt ko'p ketadi-da. Biz ham endi yaxshi bo'lsin deymiz-da aka. Ish bor joyda kamchilik bo'ladi aka. Aha. Eslasangiz o'sha to'yingizda sinfdoshlaringiz latta talashgan edi. Hayondoz. Ha, o'sha joyi umuman kadrga olinmagan ekanda. Mayli, nima kimga kerak o'sha latta bir parcha latta? Mana masalan vals tushgan ekansizlar. O'sha vals bilan 4 kes jarayonini ham bitta shogirdim do'dirab qolganmi? Ovoz ketyapti. Kadr yo'qdi, kameralar boshqa tomonga qarab qolgan ekanda. Hozir vals yo'q, ha? Ha, vals bilan latta talashgan joyi yo'q. Qolgan joylari chiroyli bo'lsa. Qolgan joyi zo'r aka. Artistlarda polni ovozi ham chiqmabdi. Artistni ovozi. Ovoz yo'qmi hozir shunda? Umuman ovoz hamma jim o'yinga tushganda. Hop, menga qara, to'y bormi o'zi? Nimani olgansanlar? Yana nima kamchiligi bor? Bunga tashishdan oldin biz xartga tashlaymiz-da. Xartda bo'ladi, seriyo. O'sha xart bilmayman, Xitoy ekanmi, xart uchib ketib qolgan. Hozir to'g'ri tushuninglar. Xart kuyib ketdi, to'y kuyib ketdimi? Noldan yo'qmi xullas kalam? Xart kuyib ketganda aka, to'y yo'q. Unda mana fleshkani bizga nima olib kelding? Bizga nima kerak buni? Ichida nima bor buni? Buning ichida o'zbekcha, qirg'iz, qozoq, anaqa bosiq qo'shiqlar yozilgan terma, hit qo'shiqlar olib keldim. Asabingiz buzilgan deyishdasiz. My diggy diggy shalala, baby made in Italy, la 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 la.